Assalomu alaykum. 2026-yil 9-aprel sanasi Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Agrobank ATB tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 257-259 konturdamiz. Ushbu kontur Sariosiyo tumani hamkorlik mahallasida joylashgan bo'lib, kontur maydoni 16 gektarni tashkil etadi. Ushbu konturda dehqon xo'jaliklar soni 13 nafarni tashkil etiladi. Ushbu konturda hozirgi kunda piyoz ekini yetishtirilib, parvarishlanib kelinmoqda. Ushbu yerga ham agregator Al Shamshir fermer xo'jaligi Rahbajabov Shamsiddin hamkorligida agregator va dehqon xo'jaliklar o'rtasida doimiy ravishda tajriba almashish ishlari va maslahatlar berib kelinmoqda. Bunga ham biz har bir gektaridan yuqori daromadli hosil olish ko'zda tutilib, shunga qarab piyoz ekinlarini parvarishlanib kelinmoqda. Keyingi ekin bo'yicha ham serdaromad ekishni rejalashtirib olingan.